Yangiqayot tumani Yangidarxon nomlaridan bugun yana bitta uyimiz sotuvga chiqdi. Ko'rishlaringiz mumkin, mashina qo'yish uchun parkovkalari yetarlicha, atrofida detskiy plashatkalar bor. Mana bu tarafimizda o'yingoh, mana bu o'rtalarda esa besetkalar joylashgan. Mana shu orqamda turgan 16 etajkali domni 11-etajida 3 xonali umumiy maydoni 74 kvadrat. Hozir sizga ichini bitta qisqacha qilib obzor qilib ko'rsatib beramiz. Qani, marhamat. Kirganimizdan podizlari ham toza ozoda holatda turibdi. Lift, ikkita lifti bor, bitta passajir, bitta yuk chiqarish uchun. Hozir ichkarisini ko'rsatamiz. Liftdan chiqqanimizda mana ko'rishlaringiz mumkin, ikkita lifti bor, toza ozoda holatda. Kirganimizda podizga chapga qarab yurgan to'g'ridagi uyimiz bo'ladi. Mana bu uyimiz. Bismillah. Mana ko'rishlaringiz mumkin, bu uydan chiqqan lyustralar osib qo'ygan. Bu bizning birinchi xonamiz. Ko'rsangiz bo'ladi, bu bizning zalimiz bo'ladi. Lyustralar yaxshi ta'lingan, pardalar qo'yilgan, ko'rishlaringiz mumkin. Keyingi xonamiz bu esa spalni. Mana bu spalnini ham bitta ko'rsangiz bo'ladi. Bu ham xuddi shunday chiroyli, akkuratli holatda turibdi. Bunda ham xuddi shunaqa lyustralar, pardalar ilingan. Keyingi xonamiz bo'ladi bu. Bu tarafimizda oshxona ko'rsangiz bo'ladi. Mana oshxonamiz bo'ladi bu. Oshxonaga ham yaxshi yana sharoit qilib qo'yilgan ko'rsangiz bo'ladi. Bu balkonimiz. Balkonimiz yopiq emas ekan, mana balkondan tashqari taraf ko'rinadi. Mana shu to'g'rimizda Abu Saxiy, Bekbaraka bozorlari joylashgan. Arendaga olib qo'yib qo'ysangiz ham yaxshi arendator topsa bo'ladi bu o'rtalardan. Bu uyimizda skvoznoy, bu tarafda ham nimasi bor? Oyna, bu tarafimizda ham oynasi bor. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Bu 3-xonamiz, detskiy xona hisoblanadi. Bu uyimizda umumiy sanuzulimiz bittalik bo'ladi. Alohida emas, bitta. Bu uyimizning umumiy maydoni 74 metr kvadrat. Pastda telefon raqam qo'yib qo'yamiz, bemalol telefon qilaverasizlar. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 67 ming bo'lsa beraveramiz deb aytdilar egalari. Pastda telefon raqam qo'yib qo'yamiz. O'sha nomerlarga telefon qilaverasizlar. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun bitta qo'ng'iroqcha tugmasi hamda podpiska bo'lib qolish esdan chiqmasin.